Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, aziz ayollarim. Hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik, baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Sog' salomat yuribsizlarmi? Opa-singillarim. Ishlaringga rivoj tilayman. Avvalambor ro'za Ramazonlaring muborak bo'lsin hammalaringga. Sog' salomat yuringlar. Tutgan ro'zalaring yaxshi qabul qilsin. Niyatlaringga yetinglar. Hamisha sog' salomat yuringlar. Oilalaringga tinchlik, xotirjamlik, baraka, biringga ming bersin. Topganlaring to'ylarga erisin. Muborak bo'lsin. Mana shu xotin qizlar bayrami 8-mart bilan tabriklayman. Xotin qizlar bayramini sog' salomat, oilangizga rivoj, tinchlik, xotirjamlik tabriklayman. Hammalaring bayramlaring bilan 8-mart bilan hamma opa singillarni to'xtat 8-mart bilan tabriklayman. Oilalaringga tinchlik, xotirjamlik, hamisha sog' salomatlik, oilalaringga 2006-yil baxt saodat keltirsin. Hamisha sog'lik, tinchlik. Xotin qizlarni shu opa singillar, singil opalarni shu 8-mart bilan tabriklayman. Qulli bo'lsin. Hamisha sog' salomatlik, tinchlik, xotirjamlik. Bayramlaring muborak bo'lsin azizlarim.